Uyni patologiya uchun lyustrani bombasidan yasadik akalar, ko'rganda ko'z quvnaydigan, qo'ni qo'shni xabar olib kirganda og'izlari lang etib ochilib qoladigandan yasadik akalar. Videoni boshidan oxirigacha ko'rsanglar to'liq ma'lumotini beramiz. Albatta videoga bitta like bosib, uyni qurilish qilayotgan tanishingizga yuborib qo'ying. Kosmosda hozir xudo xolisa sizlarga optim joyidan ko'rsataman. Narxlari bilan tanishtirib o'taman. Bitta like bosib qo'yasizlar va uyni qurilish qilayotgan tanishlarga yuborib qo'yasizlar. Keyin kosmosda qayerlarga qo'ysa bo'ladi, hammasini tushuntirib o'taman mana shu video orqali. Hop, videoni uzmagan holda kosmosda skladiga kiramiz, qadrdonlar, ko'rishingiz mumkin. Bu yerda bizda tayyor holatda bo'ladi kosmosimiz. Mana shu kosmos 180 sm balandlikda, ya'ni razmeri 180 sm ga 180 sm. Meni bo'yim 184 sm. Siz buni xohlasangiz xonadoningizni tunikofon qilgan joyini o'rtasiga joylab olishingiz mumkin, yoki bo'lmasam dekordan patolog qilganmisiz, yoki bo'lmasam MDF dan patolog qilganmisiz, MDF ga ham dekorga ham mana shu kosmosni qo'ysangiz bo'ladi. Hozir misol uchun xo'zimaylarga borib bitta kosmos emas, bitta lustra olaman desangiz ham eng kamida 1 million so'mga olasiz, yaxshirog'ini. Undan ko'ra sizga mana tayyor patologga moslangan atrofdagi lampochkalar zo'r holatda yon beradi. Mana shuni olib qo'ysangiz, xudo xohlasa zo'r holatda bo'ladi. Endi bu 180 lik, mana bu yerda 2 metrliklari ham bor. Eng qizig'i bizda oq ranglilari ham bor. Ko'rsatib o'tasiz operator. Undan tashqari yaqinroq kelamiz. Bu yerda yana bitta 180 lik yangicha ko'rinishga ega bo'lgan kosmosimiz ham bor. Endi do'stlar, biz buni narxini 160 dollardan beryapmiz. Telefon qilsanglar, yana kelishadigan joyi bor. Xudo xohlasa, butun O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beramiz. Dastavkasini ham kelishuv asosida bo'ladi. Bemalol mana shu ekrandagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib biz bilan bog'laninglar. Xudo xohlasa sizlarga mana shu kosmoslarni yetkazib yuboramiz. Eng qizig'i bizda tayyor holatda bo'ladi. Kutmaysiz oshiqcha, vaqt sarflab kutmaysiz. Ustakalarimiz bo'ladigan bo'lsa, hamkorlikka chorlaymiz. Bemalol kelib bizdan sotib olib, o'zligi borib, xonadon egalariga o'rnatib foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Sizlar bilan har doimgidek usta Shohruxbek bo'ldi. Albatta Andijon Tunikofon kanalini kuzatishda davom eting. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bosinglar. Tugadi.